Guliston shahrining Obod yurt mahallasi yillar davomida yig'ilib qolgan, ammo hech kim qo'l urib hal etmagan muammolar makoniga aylangandi. Yomg'ir yog'sa yurib bo'lmaydigan ko'cha, haftalab olib chiqilmay turgan chiqindilar, issiq kunlarda butun mahalla bo'ylab tarqaladigan badbo'y hid, o'zboshimchalik bilan egallangan yo'laklar, qarovsiz hududlar. Ana shunday vaziyatda odamlar endi eshitilishini, ularning ovozi yuqori idoralarga yetib boradigan kunni kutardi. Bu kun keldi. Bugun viloyat rahbari Erkinjon Turdimov mahallaga kelib, muammolarni qog'oz orqali emas, aynan joyning o'zida, odamlarning o'zidan eshitdi. Aholi to'g'ridan to'g'ri, niqobsiz, ortiqcha ijodsiz gapirdi. Bizga biron bir yangilik qilib berarmikan hokim buvamiz deb xulosa olib turibmiz. Stanka bo'lish kerak bo'lgan, stanka yo'q, hamma mashina yo'lda turadi. Yo'lda turgandan keyin odamlar nima qiladi? Qulaylik bo'lmagandan keyin norozi bo'lib ketadi. Shundaymi? Jonga tegdi deb turadi. Hokim bobosi bozorchilarga bir yaxshi joy qilib bering, bir sharoit qilib. Sog'lik, yaxshimisiz, sog'lomasiz. Tamom, yaxshimisiz. Ha, bitta yozgan ekansiz, men aytdim, o'zim borayin qanday keldim-da sizga. Siz kelsangiz bir narsa o'zgaradimi dedim-da. To'g'ri qilgansiz. To'g'ri qilganmanmi? Sizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Shu mana shu joyimiz shunday botqoq bo'lib yotadi-da. Bu joy to'g'rilab beradi ana shu bir haftani ichida chiroyli qilib qo'yamiz. Sizga rahmat shu masalalarni aytganingiz. Sizlarga rahmat qilishga yordam berayotganlaringiz uchun. Shunga rahmat. Befarq bo'lmasdan o'zingiz uchun emas, hamma uchun bu yozganingiz to'g'ri narsa. Kimgadir yoqmaydi bu narsa, lekin sizga rahmat aytmoqchiman. Ana. Men bizni bolalarga endi mana shu nima ko'rsangiz, yozib bersangiz, ishlatamiz hammasini. Keyin bitta anavi chiroq ham qo'yib bersangiz, eng qarasa qop qorong'i joy shu yerda o'lib qolsa ham hech kim bilmaydi. Oldi tomonni ham bir aniq ish bersin. Oldi tomonida odam yomg'ir yaxshi o'tolmaydi. Mana mayt suv kelyapti. Mana suv Maytda o'tib kelsak, o'tib bo'lmayapti. Bu yoqdan o'tsak, qo'shni qilib qo'ygan. Turpog'iga oyna ocholmayapti. Mashinalar o'tadi, turpog'i changiga o'sha allergiya. Yo'q, buni hammasini hozir qilamiz, buni boshqacha qilamiz. Maytga musorni yig'amiz, olib ketmaydi. Mana shu musor yig'iladi. Muloqot shunchaki eshitish bilan tugamadi. Rahbar har bir aytilayotgan kamchilikni joyiga chiqib tekshirdi. Har bir nuqtaning muammosini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Eng muhimi, mas'ullar shu yerning o'zida chaqirilib, vazifalar ularga aniq va qat'iy tartibda yuklatildi. Mana shu kompleksda hammasini maktabni oldi, banisa, splashni olazandagi hamma do'konlar har biriga xarakteristik. Odamlarga qulay bo'lish uchun, mana shu yerda obodonlashtirish uchun nima ish qilinadi, qachon qilinadi, kim qiladi? Menga taqdimotingni qilasan. Juma kuni menga ko'rsatib berasan. Senga 10 kun vaqt bo'ladi. Mana bu talbalarning hammasini elektrositini chaqirasandagi nima qilsa bo'ladi? Bularning hammasi sizda betonlashtirib, musullarni chiroyli qilib, ichkarida sarchirovishni qilib turib, tagini hammasini ag'darib, tozalab, chiroyli qilib tashish kerak. Beton qilinadi, ular hammasi to'g'rilanadi, plastik qo'yiladi, kraskalanadi, hamma joy. Hamma ideal holatda. Mas'ullarning mas'uliyatsizligi ochiq ko'rsatib berildi. Qaysi xizmat, qaysi xatoga yo'l qo'ygani, nima uchun ish to'xtab qolgani, nega odamlar shikoyat bilan yurishiga yo'l qo'yilgani, barchasi joyning o'zida muhokama qilindi. Shunday manzara yuzaga keldiki, yillar davomida yig'ilgan kulfatlarni aholi ham, rahbariyat ham birinchi marta bunday ochiq stolga qo'yib aniq yechim belgiladi. Obod yurt mahallasida yo'l ta'miri, chiqindi chiqarish tizimi, obodonlashtirish ishlari boshlandi. Yopiq qolgan yo'laklar ochiladi, qarovsiz hududlar qayta tiklanadi. Aholida esa bir umid qayta jonlandi. Muammolarimiz bor. Ularni ko'rishdi, bizni eshitishdi. Endi ijrosini ham ko'ramiz degan umiddamiz.